Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz siz bilan Buxoro shahar Sharq bir Monika chorrahasidagi 6 qavatli g'ishtli uyning 4-qavatda 2 xonali 2 tomonlama proyektga ega bo'lgan xonadonimizni ko'rib o'tamiz. Eshikdan kirish qismi, kattagina koridorimiz mavjud. Uyimiz 4 yil remont qilingan, hali hech kim yashagani yo'q. Proyekt bo'yicha bir yerda birinchi xonamiz, oshxonamiz, sanuzul xonamiz hamda bu yerda yana bitta xonamiz. Birinchi xonadan ko'rib o'tamiz. Eshiklarimiz akazo MDF eshiklar. Mo'ysha aboy qilingan, oyoqdagi to'liq laminatlangan, gilamlar to'shalgan, pardalargacha ilib qo'yilgan Hair brenddan konditsioner ham mavjud. Endilikda ikkinchi xonamizni ko'ramiz. Ikkinchi xonamizni siz yotoqxona sifatida ishlatishingiz mumkin. Xonadonimiz yap-yangi, hali hech kim yashagani yo'q. 71 kvadrat metr tashkil qilgan holda barcha jihozlar bilan birgalikda sotilmoqda. Oshxonamiz kenggina, kattagina bo'lib, eng sifatli oshxona mebellar bilan jihozlangan, rakvina mavjud. Bu yerda esa kichkinagina balkonchik ham bor. Uyimiz duh konturli isitish tizimi bilan isitiladi. Endilikda sanuzul xonamizni ko'rib o'tamiz. Sanuzul xonamiz samishonli bo'lib, tepadan pastgacha kafelteriya, vanna, rakvina, unitaz barchasi mavjud. Aristo ham o'rnatib qo'yilgan. Hurmatli obunachilar, agar sizga uyimiz yoqqan bo'lsa, tezda quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.